Men tushirma lekin, ha. Yani sutga beraverdim, bilasizlar. Bo'ladi. Ana o shakarob, haqiqiy choyxona shakarob bo'ldi-da, qaranglar, ey. Achchiqlari bilan oshdi, qarang, oshdi. Maşallah, конечно. Yo'q ekan. Asli chiqadi hozir. Kelinglar, osh pishyapti, xudo xolasa do'stlar. Zemlaylar bilan osh qilyapmiz mana, ukaxon. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz o'tiramizmi? Ha, no. Ularni orqasi. Ha, ona oshda. Samarqanddanmi? Ana salatlarda. Samarqandcha qilib beradi boshida. Osh pishdi, bolalar. O'rnichani yaxshi ko'raman deb. Mana akani yuziga bijir-bijir qilib qo'yadi. Omang bilan. Bo'ldi. Aka kuchamay, men turib oladi, keyin kuchanamiz. Seriyozmi, omang. Ya omang. Akaxon o'zini sirli odam ekan, o'zini yuzini yashiryapti. Bilmayman nimaga unaqa qilyapti bu akamiz. Qarangchi. Qayerdaman deyapsiz? Harazmdan. Hasakada bir gap bor-da, menimcha qarzi ko'p bo'lsa kerak. Hazil do'stlar. Ana osh pishdi, xudo xolasa. Akalar bilan, zemlaylar bilan qadrdon bo'lib ketdik bir kun ichida. Kelinglar.